Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga o'z xursandchiligimni bo'lishmoqchiman. Sababi men yangi katta gullar oldim. Zamyakulks qora ravn sorti, spatfilum va yashil zamyakulks. Spatfilum gulini men hozir birinchi marta olib ekishim, hech ikkilanib boqilamanmi yo'qmi deb olib ko'rmaganman. Boqilishi biroz qiyinligi uchun ko'p gruppalarda ko'rganman. Spatfilum gulini bariga so'lib o'stirisha olmayapti-da, ishqib o'stira olmayaptilar gulni. Shunga ikkilanib hech olmas edim. Bugun mana spatfilum gulni oldim. Ko'slari ko'pgina, kattagina, chiroyli tuvaklarga ekilgan ekan. Holati ham zo'r, sostenasi ham yaxshi ekan. Bariglari ham katta. Endi gullash arafasiga kelib qolgan bu gul. Nasib bo'lsa inshaalloh boqib, katta qilib ko'paytirib olaman degan umiddaman. Springni yaxshi ko'rar ekan, nam havo yaratib bersak bo'ldi ekan. To'proqlarni nima deydi, almashtirishda hojati yo'q ekan. O'zlari yaxshi to'proqqa, universal to'proqqa, chiroyli tuvaklarga ekkan ekanlar. Kattakon rahmat aytamiz buning uchun. Va zamyakulks qora ravn sorti. Menda o'tgan safar qora zamyakulks zenze hammasidan bor edi. Ba'zi sabablarga ko'ra qarovsiz qolgani uchun nobud qilib qo'ydim gullarimda. Kesib lekin ko'paytirishga qo'yganman. Hammasi kartoshka bergan, zo'r holatda turibdi, lekin holidetga bergani yo'q. Bu manaki. O'zi kartoshkasi kattaligidan tuvagiga silqinmay, tuvagi har xil holatga, shaklga kelib qolyapti desa ham bo'ladi. Ichi peshni, ko'slari ko'pgina, juda ham zo'r holatda. Qanchaga oldingiz deb ko'plar yozib boshladi, shuning uchun narxini aytib o'taman. 150 ming bu gulda holati. Kelishtirib ham beradilar, juda arzon narxda. Men ko'p gruppalarda ko'rganimda mana shu detkachasi, mana shu shoxi bilan, mana bu shoxi, ikkita mana shu shoxi turibdi. 70 ming so'mdan sotyapti. 70 ming, 75 mingdan. Qimmat deb olmagan edim. Mana ko'sti ko'p va holati yaxshi, kattagina zamyakulks 150 ga deganlar uchun oldim. Yana ham kelishtirib beradilar. Bunisi esa zamyakulks yashili bu yangi chiqqan sort bu. Bariglari dumaloqligi, bu uzunchoqligi emas, barigi dumaloq. Mana hammasini barigi dumaloq mana. Oldingi qalasi men uzun bariglisi bor, undan bor, kartoshka bergan, holati zo'r. Uni ham bir kun video rolikda ko'rsatib o'taman. Mana hamma barigi yaltirab turadi, juda ham chiroyli, holati zo'r. Juda ham ajoyib ekan. Menga shu bariglisi yo'qdi. Uzun bariglisini olayotgan edim. Bu yangi chiqqani uchun shu bariglini yo'q qilib qolgani uchun shunisidan oldim keyin. Xuddi zenzeday mana barigi buralib chiqargan, holati zo'r. Mana detkalar beryapti, peshnigina, ko'sti ko'p, ichi to'la. Tuvagi bu ham tuvagi har xil shaklga kirib qolgan. Ularni nasib bo'lsa endi bozordan yangi chiroyli oq tuvaklar olib kelib, chiroyli tuvaklarga ekib, yanada chiroyini ochib, go'zallashtirib olaman. Yangi tuvaklar olsam video rolik qilib, tuvakka o'tkazgan holatimni ham ko'rsataman. Gullar juda ham zo'r, sostenasi yaxshi. Spatfilumni ham narxini aytib o'tayin. Spatfilumni narxi buni 80 ming so'mga oldim. Shu turishini tuvagi bilan ekilgan, tayyor holati. Kattagina, qarishlab o'lchasa 3 qarishdan ham baland. Bariglari bir qarish, katta bariglari, holati ham zo'r, sostenasi yaxshi. Tanish, o'zimni har doim gul oladigan gulchi opam. Xohlaganlarga telefon nomerini berishim mumkin. Telegram gruppasi bor. Telegram gruppasiga ulanib olsalaringiz, gullari juda ham zo'r, arzon va sifatli, holati ham, sostenasi ham zo'r. Uzoqda bo'lsalaringiz beshikast pochtalar orqali yetkazib beradi. Nomerni aytib o'taman. 50lik 950 2602. Telefon qilsalaringiz Telegram gruppasiga ulaydilar. Gullarni ko'rib, xohlagan narxdagi sifatli gullarni tanlab olishingiz mumkin. Sifatiga garantiya. Juda ham zo'r, mana o'zi ko'rinib turibdi holatidan ham. Mana bu ham juda ham arzon oldim deb shuncha sevinib o'tiribman. To'g'ri qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin o'ziga yarasha boshqa gruppalarga qaraganda juda ham anchagina arzon desak ham bo'ladi. Boshqa gullar ham ko'p, ko'slari katta.
gullari juda ham zo'r, holati zo'r. Bugun ko'rsatib o'tgan videoroligim shundan iborat edi. Videom yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.